Programımızda 3 fazali ikki to'lg'anli yulduz ulangan transformatorni etta barobar Qb bog'li grafini quramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi liniya, transformator, ampermetrlar bo'ladi. Birinchi liniyamiz transformator birinchi fazasiga bo'lamiz. Bu shunaqa qilib 2 va 3 bilan hammasini birga ulab chiqamiz. Mana bizda hozir liniya va transformatorimiz liniyalar ulandi. Endi uni yulduz ulashimiz kerak. Buning uchun birinchi fazamizda boshi va oxirlari hammasini birlashtiramiz. Bu holatda birinchi fazamiz yulduz ulandi. Endi bizga bunisiga ham yulduz ulsak, bir fazali 3 fazali yulduz ulab oldik. Buning uchun biz bular qiymatini olishimiz uchun oxirdagi kuchlanishlarni olamiz. Birinchi oxiri chiqishiga va bu ulaganimiz holatimizda biz oxiri liniyani oxiridagi kuchlanishni hisobga olishimiz mumkin. Endi boshdagi o'lchaydigan bo'lsak, birinchi liniya boshiga va ikkinchisini uchinchisini bo'lamiz. Sxemamiz tayyor bo'lgan qiymatlar bo'lsak, qiymatlar orqali jadval to'ldirib bizga kerak bo'lgan grafiklarni qurib olamiz.